Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. 2025-yil 7-oktyabr. Tomga pena lambasi quyish jarayoni. 150 kvadratlik joyimiz. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Sirdaryo viloyati, Guliston tumani, Dehqonobod shaharchasi. Mahsulotda ekonom qilinmagan holatda pena bloklar mavjud. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xitoy va Hind parashogidan chiqyapti. Standart va usulli variantda pena blok chiqarmoqdamiz. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Pena lambasi xizmati. 2025-yil 7-oktyabr holati. Tomga pena lambasi quyish jarayoni. Afzalliklari yengil utubli izolyatsiya, loydan ancha arzon tushishi, samgilarning yonmasligi, har xil hasharotlar kelmasligi, ekologik toza mahsulot. Manzilimizni eslatib o'taman, Sirdaryo viloyati, Guliston tumani, Dehqonobod shaharchasi, Ibrat mahallasi, Oqoltin ko'chasi. Hozir quyilgan holati, hech qanday ezilib ketgani yo'q, yorilib ketgani yo'q. Ezilib ketadi, yorilib ketadi deganlar uchun hozir quyilgan holati bemalol yursa bo'ladi. Ezilib ketadi, yorilib ketadi deganlar uchun, negativlar uchun. Dehqonobod pena blok sizga eng sifatlisini tavsiya qiladi. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Pena lambasi va pena blok xizmati mavjud. Kanalda yangi bo'lsangiz, birdan like va obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Dehqonobod pena blok sizga eng sifatlisini tavsiya qiladi.